Mo'min aka. Samidin. Nima uxlamayapsan ey? Shashlik yegim kelyapti. Ey, kechasi 2:30da qanaqa shashlik? Men o'zim uchun emas, bolangiz uchun so'rayapman-ku. Ertalab yeysan. Bo'lmasa bitta ko'zi ko'k bo'lib qolar ekan. Here's the thing. Sabr o'g'ri qalaysan. Tinchligimi? Aka, shashlik pishirib bera olasizmi? Ertaga bitta ochaman shashlik qoladi. Yo'q, aka. Hozir kerak edi-da. Sen chumoqmisan? Soat necha bo'ldi? Ey, chumoq. Mana bu sal noto'g'ri pishmayaptimi? Men pishir. Men uxlayman, pishir. Ye! To'ydim dedim-ku. Boshqa narsa qilgim kelyapti. Nima qilging kelyapti? Mazza. Guruchga ham taksi bo'ladimi, odam? O'zim uchun emas-ku, bolamiz uchun. Sen nima yo'limdan chiqyapsan? Tushunmadim keling. Aka, uzilming bor. Endi ikki qatingda. Qarang aka. Men qaro. Seni tanishingmi bu? Meni tanimayman deman bu. Uzr. Tar, nima? Alo, mana shumidi? Bu masiydi, u vov deydi. Kuchugu, it. Men bilmayman. Mana nima qilaman? Qanaqa ekan? Endi bildim nima kerakligini. Massa. Конечно, maza qilasan de. Mojito fresh bo'ladi-yu, achako va mojitosi bo'ladi-yu, maza qilmaysanmi? Ikki qat bo'lib taksikoz bo'lsalaring, xohlagan kuyingni solasanlar. Keng Zafar, men ikki qat bo'laman, men taksikoz bo'laman. Tushundingmi? Qiziq berasizmi? Endi bu seni kuchingga bog'liq.